Ey hemşirem, sizmi sahaba ayollarning oilasidagi bo'lib o'tgan ishlarni bilib beqishni xohlaysiz, shundaqmi? Oilalar insonlar bir-biriga o'xshaydi. O'xshamaydigan bo'lsa, yashagan davr. Mana bugun siz suyimli payg'ambaringiz bilan birga. O zot bir kuni qizi Fatima Zahrani yo'qlab, uning uyiga bordi. O qizining yo'ldoshi Ali ibn Abu Talibning uyida yo'qligini ko'rib, qizidan qayerga ketganligini so'radi. Qizi Fatima Ali bilan jidallashib qilib, uning uyidan chiqib ketganligini, hozir qayerda ekanligini bilmaydiganligini aytdi. Payg'ambar alayhisalom shu hamon qizini tashlab qo'yib chiqib ketdi va bir kishidan Alini izlab yiqishni talab qildi. O kishi qaytib kelib Alining masjidda uxlayotganligini aytdi. Rasululloh Alining yoniga bordi. O mangzini tuproqqa yiqib, yerda uxlab qolgan bo'lib, mangziga to'pi yo'qib qolgan edi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam o'rnidan tur ey tuproq atisi dedi-da, uning yuzidagi chang tuzongni muborak qo'llar bilan surtdi. Ey hamshiram, balki sizmi his qilgan bo'lishingiz mumkin. Rasululloh qizidan yo'ldoshi bilan nima uchun jidallashib qolganligini so'ramadi. Nimishqa bundaq bo'lganligini aytib berishni talab qilmadi. Rasululloh qizining nima deganligini va yoki yo'ldoshining uningga nima deganligini so'ramadi. O zot bunda qilish orqali oiladagi ishlarning oilada qilish kerakligi, sirtdan ota-onasi bo'lgan taqdirda boshqalarning aralashishining yaxshi bo'lmaydiganligini bildirgan edi. Payg'ambarimiz qizi etmagan ishni so'rashni muvofiq ko'rmadi. Qizining maxfiyatligini saqlashni to'g'ri ko'rdi. Agar siz yo'ldoshingiz bilan jadallashib qolsangiz, buni hatto oilangizdagilarga aytishga oldiraqsanlik qilmang. Ikkinglar o'tirsidagi ishni amalning boricha o'zinglar bilan qoldiringlar. Natijada sizlar yanada yarashib qolasizlar. Yo'ldoshingizning yuz obro'yini oilangizdagilarning oldida tushirib qo'ymang. Oilangizdagilarning yo'ldoshingizning ularni yaxshi ko'rishiga fursat yaratib bering. Ikkisini yaxshilaydigan ish bo'lsa qiling. Birsi-birsiga yaxshi gaplarni qiling. O'zingizning turmushda xuddi jang maydonida yashayotgandek his tuyg'u kelib qolganligingizni ularga aytmang. Chunki siz bundaq vaqtda baxtli o'tgan kunlaringizni aslayolmay, faqat jadallashgan vaqtlarni tilga olasiz. Oiladagi jadal majrolar oila ichida qolsa oson besiqadi. Ammo u sirtqa chiqib kishilar orasida tarqalsalar xuddi qor to'piga o'xshash do'milg'an sir cho'ngib mangadi. Ey hamshiram, ayollar o'tirsidagi jadal hamma oilada bo'lib turadigan nihoyat normal bir ahvol. Muhim bo'lgani jadallashganda bir-biriga nohaqsizlik qilmay, yuz obro'yini to'kmasligi, bir-biriga dushmandek muomala qilmaslik kerak. Chunki ayollar yarashgandan keyin yana bir-birining ko'ziga qarab yashaydi. Hayotdagi har qanday masalani hal qilib bo'ladi, ammo qalblarga yetgan zahmatlarni saqaytish nihoyat qiyin. Ey hamshiram, Esilzodalarning jangi jadaldimi go'zallik bo'ladi. Hazrat Fatima bilan Ali roziyallohu anhumalarga qarab beqing. Hazrat Fatimaning ochiq kelib qolganida Ali uydan chiqib ketib, ayolining tinchlanishini kutdi. Siz jadallashib qolganingizda xo'rozning qanotlarini qiqib turgandek, yo'ldishingizning oldida chalva qab turmang. Yo'ldishingizning bir ig'iz so'ziga 10 ig'iz qilib javob qaytarmang. Uning tinchlanishi uchun uni o'z mayliga qo'yib bering. Undaq vaqtda aytilgan so'z jadaldanmi og'ir yaralarni qoldirishi mumkin. Yo'ldishingiz chalva qab qolganda hujringizga kirib keting. Tahorat elib 2 rakat namoz o'qish orqali shaytonning qalbingizga solgan vasvasasini o'chiring. Shayton o'zining taxtini suv ustiga qurib, uningdan keyin qo'shinlarni ishga soladi. Ulardan biri kelib, "Men mani qildim" deydi. Iblis uningga "Sen hech nima qilmading" deydi. Shayton ayollarni bir-biridan ayirmoqcha ularning yenidan ayrilmaydi. Bir oilani vayron qilgandan keyin shayton kelib, "Sen nihoyat yaxshi qilding" deydi. Shayton oilalarda jangi jadal bo'lishni yaxshi ko'radi. Chunki ko'p jadal bo'lgan oilada mehr muhabbat, vafo bo'lmaydi. Bundaq oila bo'lsa gunoh masiyatning o'ziga aylandi. Balalar mehrdan osh cho'ng bo'ladi. Mehrsiz cho'ng bo'lgan balalardan har balo keladi. Bu sababdan shayton oilani buzishni eng cho'ng ish deb biladi. Shuning uchun shaytonni asla xo'sh qilmang. Shayton ba'zida odamdan bo'lgan qo'shillarni avatishi mumkin. Ular sizga kuyingan qiyofatda dushmanlik qiladi. Sizga ish og'ritgan qiyofatdan jadalni ulg'aytadi. Oilangizdan sovutadi. Ey hamshiram, oilangizda nima ish bo'lishidan qat'iy nazar uyingizdan chiqib ketmang, yomonlamang. Ailangiz sizning taxtingiz.
Xonishlar aslo taxtini tashlab ketib qolmaydi. Ailangiz sizning qo'rg'oningiz. Siz o'zingizni sazoyi qilmang. Sizning qizlaringiz sizdan o'ginadi. Siz uyni tashlab chiqib ketishning hal qilish chorasi ekanligini ularning kallasiga singdirib qo'ymang. Farzandlaringizning kallasidagi dadisiga bo'lgan hurmatiga daxli yetkazmang. Siz sabrsizlik qilish orqali yo'ldoshingizni yirtqich hayvonga aylantirib qo'ymang. Dadisini bolalarga dushman qilib qo'ymang. Chunki bolalarmi cho'ng bo'ladi, hammasining uyi bo'ladi. Oxirida yana ikkinglar bir-biringlarga ulfat bo'lasizlar. Ba'zi jarohat saqaymaydi. Hamma oilada bo'lib turadigan normal jangi jadallar uchun o'zingizni o'piratmang. Siz ovoz chiqmaydigan uylarni bek xotirjam deb o'ylamsiz. Albatta undaq emas. Hamma oilada masalalar, ixtiloflar yuz beradi. Ammo insonlar hayotini davomlashtirish uchun tishini tishlab sabr qiladi. Oila sabr qilishga arzimamdi. Sog'lom farzand sabr qilishga arzimamdi. Ey hamshiram, bir kuni Hazrati Abu Bakr qizi Oyshaning uyiga uni yo'qlab kelganda, Oyshaning payg'ambar alayhisalomga yuqori ovozda gap qilayotganligini anglab qoldi. Abu Bakr darhol kirib, "Ey palonchining qizi, sen Rasulullohga ovozingni yuqori ko'tarib gap qilyapsan" deb qo'l ko'tarmoqchi bo'lganda, Rasululloh dadi bola ikkalanning o'ttiriga kirdi. Hazrati Oysha dadisidan qo'rqib Rasulullohning kayniga o'tib olgan edi. Qanday qilib bo'lmasin yo'ldoshingiz sizning qo'rg'oningiz. Keyin yana bir qatim Hazrati Abu Bakr ularning uyiga kelganda, Hazrati Oysha bilan Rasulullohning kulishib paranglashayotganligini angladi. Hazrati Abu Bakr, "Sizlar meni jadalinglarga qatnashtirganga o'xshash, kulkanglarga qatnashtiringlar" dedi. Ey hamshiram, sizning iymoningiz qanchalik kuchli bo'lishidan qat'iy nazar, yanala Hazrati Oyshaning iymoniga yetmaydi. Sizning yo'ldoshingiz qanchalik yaxshi bir er bo'lishidan qat'iy nazar, uning Rasulullohdek yaxshi er bo'lishini atayin. Shundaq turuqliq u ikkalanning o'ttirsidimi surkilishlar yuz bergan. Amaliyotda surkilish yuz berish bir masala hisoblanmaydi. Masala o surkilishlarni qanday hal qilishda. To'g'ri. Haqiqatan er kishi uyning xo'jayini. Uning ustiga nurg'un mas'uliyatlar yuklangan. Ammo oiladagi tinchlikda ayol ko'proq badal to'laydi. Bu sababdan ayol oilasi uchun to'lagan badali sababli jannatga kiradi. Buni anglab hayron qolmang yoki meni erlar tarafda turyotdi deb ayiblamang. Siz mening ayolim, qizim, anam, hadi singillarim, homillarim. Siz mening ar-nomusim, shon sharifimsiz. Shuning uchun men siz bilan birga siz tarafda turaman. Shunlashqa men sizga haqiqatni aytib, uni ko'z oldingizga qo'yib qo'ymoqchiman xolos. Siz Alloh taolaning mono oyatini o'qing. Ayollar bilan uns ulfat elishinglar uchun ularni sizlarning o'z tipinglardan yaratganligi, aranglarda ya'ni er-xotin orasida mehr muhabbat o'rnatganligi Allohning kamoli qudratini ko'rsatadigan alomatlardandir. U sizlarni bir jondan, ya'ni Odam alayhisalomdan yaratdi. Odam alayhisalomning unsi ulfat elish uchun xotinini, ya'ni Havvoni uning o'z jinsidan yaratdi. Oiladagi xotirjamlik, tinchlikning manbasi ayoldir. To'g'ri, er oilada muhim rol o'ynaydi. U qiyin ishlarni osonlashtirib, yordamlashib beradi. Ammo oilaga xotirjamlik ato qilish sizning qo'lingizda. Qachoniki siz bu vazifangizni to'liq ado qilsangiz, siz yo'ldoshingizning nazarida qo'lingizga silib olgan qimmatli uzukdek qadrli bo'lasiz.